Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Cherry 8 Pro Max mashinamizdagi bo'lin ishlarini qilib berganmiz. Yaltiroq detallarni qora yaltiroqga o'zgartirib berganmiz. Black piano qilib berganmiz. Hop, mashinamizni to'liq shum izolyatsiya ham qilib berganmiz. Ikkita old orqa bamperdan tashqari hamma joylarini shum izolyatsiya qilib berganmiz. Bu shumki xizmatimizga 3 yil kaforat beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham murojaat qilasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib, sifatli qilib bitirib beramiz. Salonlardagi hamma detallarni yechib, akkuratni qilib, zazorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa akkuratni hammasi birga-bir kelgan. Hamma joyini akkuratli shumga qilib yig'ib berganmiz mashinani. Mashinamizga yana qilingan ishlardan eshuvlarini qilib berganmiz. Zavodskiy ozgina kamchiliklar bor edi. Eshuvlar yopilishi ancha o'zgargan, ovozlari ham ortiqcha ovoz yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Paroklarni ham ustunovka qilib berganmiz. Paroklarni ham yechib, alohida qilib, black piano qilib ustunovka qilib berganmiz. Xo'p, orqalarini ham black piano qilib berganmiz. Gulshiter nasatkalarni, orqa yubkalarigacha black piano bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa, dugalarni ham qora yaltiroq qilib berganmiz. Oynaning chetidagi nikkellarini ham qora yaltiroq qilib berganmiz. Hop. Eshuvlarni ko'rishingiz mumkin bu taraflari ham. Xudo xolisa ancha zo'r bo'lgan. Bu mashinaga eshuv grafika kerak emas deyishingiz mumkin, lekin o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Xudo xolisa chiroyli qilib to'g'rilab berganmiz eshuvlarni ham. Moldinglarni ham qora yaltiroq qilib berganmiz. Bakoy pastdagi yozuvlari ularni ham black piano qilingan. Oldi faralarni ham qoraytirib berganmiz. Oldi emblem emas, yonadi bo'ladi. Buni ham faraga uriladigan plyonkadan urib qoraytirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Oblisovkalarga ham yaxshilab e'tibor berasizlar. Xudo xolisa idealni qilib black pianolari qilingan. Ushbu xizmatlarimiz kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib kelsanglar, xursand bo'lamiz.